Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu Ka'ba-i Muazzamani qarshisiga kelib turib, "Ey Ka'ba, sen naqadar ulug'san. Sening hurmating juda ham yuksak. Hammamiz senga yuzlanib namoz o'qiymiz. Ammo lekin men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganman, Ka'baga aytayapti, ey Ka'ba. Bitta mu'minni hurmati, ehtiromi, ya'ni qadri qimmati sendan ulug' dedi. Ka'baga qarab. Biz qancha odamni qalbini vayron qilib umraga ketyapmiz deymiz-da. Ka'bani tavof qilamiz deymiz. Ka'badan 1000 hissa ulug' bo'lgan insonni qalbini vayron qilib bo'ldik biz. Endi u qora toshni borib tavof qilishligimizdan nima manfaat bor? Eng avvalo shu insonlar bilan bo'ladigan xulq va odobimizni chiroyli qilishlikka harakat qilishligimiz kerak bo'lar ekan.